Blogerlar kameraga qarab tutilmasdan tez-tez gapirishini sababini bilasizmi? Buni hozir o'rganamiz. Buni sababi telesuflyor, ya'ni suflyor nimasi ilovalari bo'ladi. Xohlagan nimangizni mana shunaqa deb yozsangiz, Play Marketga mana shunaqa har xil telesuflyorlar bor. Eng menga yoqqanlardan bittasi mana shu bo'ladi. Buni uстановка qilasiz. Uстановка qilganda mana shunday chiqadi. Ichiga kirasiz. Bu yerda qalamchani bosasiz. Bu yerga zaголовок, ya'ni ismini, mavzuning ismini yozasiz. Masalan, men yozaman BubbleNet deb. Bu yerga, ya'ni o'qimoqchi bo'lgan mavzuyingizni nimasini shu yerga yozasiz. Masalan, men shuni yozdim. Bu yerga сохранить qilamiz. Bu yerda mana shunday o'zi nima qilib o'qiydi yoki mana uni bossangiz, mana bunaqa sвернут bo'ladi. Ya'ni bunday chiqib ketsangiz ham mana bu yerda turaveradi. Endi bu yerdan kameraga kirasiz. Kameraga kirib, bunday o'zingizga qaratib olasiz. Buni bitta bossangiz, mana bu yurishib boshlaydi. Mana har kuni sodda postlar, real hayotda sinab ko'rilgan maslahatlar bilan bo'lishaman. Mana xuddi mana shunaqa bo'lib o'tadi. Buni ham bu yerda kameraga qarab nima qilasiz, ya'ni ko'zingiz telefonga tushgani hisobiga siz xuddi o'qimayotgandek bo'lib ko'rinadi. Xohlasangiz buni kattaytirib, kichraytirsangiz ham bo'ladi. Mana Google olib kelib qo'yasiz, mana bosasiz, yuriydi. Xohlasangiz bunday o'tirib orqaga qaytarib ishlataverasiz. Real vaqtda kameraga olib ishlasa bo'ladi.